sizlarni bugun bankimizdagi yangi produktlar bilan tanishtirib o'tamiz. Imtiyozli kreditlar bilan. Bizda hozir moliyaviy ko'mak 100 million kreditimiz bor. Kreditimiz yuridik shaxslar o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga ajratiladi. Kredit turimiz maqsadsiz hisoblanadi. Yuridik shaxslarga 300 milliongacha, o'zini o'zi band qilgan shaxslarga 100 milliongacha garov evaziga 36 oyga, imtiyozli davri 6 oygacha ajratiladi. Fuqarolarga plastik karta ochilib, plastik kartaga tushirib berish orqali amalga oshiriladi. Kredit maqsadsiz hisoblanadi, ishlatish o'zingizning xohishingiz, nima maqsadda olgan bo'lsangiz, o'zingiz shunga olib ishlataverasiz. Agar yuridik shaxs bo'lib bizdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, uni расчетный счетingizga tushirib beramiz. Uni qanaqa tasarruf qilish o'zingizning xohishingiz. Agar o'zini o'zi band qilib kredit olmoqchi bo'lsangiz, unga garov asosida garovga turar va noturar uy-joy yoki yoshi 5 yoshga to'lmagan avtotransport vositalari kiradi. Kelsangizlar, Xudo xolasa uzoq 3 kunida chiqarib beramiz. Yana avtokredit milliy yangi kredit mahsulotimiz kelgan bizga. U ish haqi loyihasi asosida 25% to'langan bo'lsa, boshlang'ich yoki 25% to'langan bo'lsa, yillik foiz stavkasi 25%. Agar 40% to'langan bo'lsa, 24%. Umumiy tartib bo'yicha bor. Umumiy tartib bo'yicha ish haqiga ega bo'lsangiz, 30% ni to'laysiz, 26% miqdorida ajratiladi. O'zini o'zi band qilgan shaxslarga 50% ni to'lasangiz, 27% dan ajratiladi, lekin kafillik talab qilinadi. Avtotransport vositasini o'zi garovga olinadi.